Turmush qurgandan keyin shu 3 ta narsaga tayyor turing, yaxshilarim. Birinchisi, hamma insonni va vaziyatlarni yaxshi gumon bilan qabul qilishga. Ko'pchilik qizlar uyidan qochib, sehrli qasrga kelin bo'lyapman, erim esa meni hamma narsadan himoya qiluvchi alpomish bo'ladi degan xayollar bilan keladi-yu, aksar holatda hammasini teskarisi bo'ladi. Go'zalim, yangi oilaga tez ko'nikib ketish uchun avvalo ichki xotirjamlikni saqlang, so'ngra yangi oila a'zolaringizni qanday bo'lishidan qat'iy nazar to'g'ri qabul qilishga va vaziyatlarga nisbatan go'zal gumonda bo'lishga harakat qiling. Ikkinchisi, sizni erkalab uyg'otadigan endi ota-onangiz yo'q, ovqatingiz tayyor emas, uyingizdagidek hammasi taxt ham bo'lmaydi. Aksincha, hammasini tayyorlashga sizda kuch, taxt bo'lishi kerak. Baxtli yashashni xohlasangiz, hech qachon o'zingizni oilangiz bilan kelinlik oilangizni solishtirmang. Uchinchisi, kutishni to'xtating, shunda ozod va yengil yashashni boshlaysiz. Qizlar oilasidan va eridan mehr-muhabbat olaman degan niyatlar bilan turmush quradi. Siz olishga emas, ko'proq mehr berishga qiziqing. Turmushning dastlabki vaqti hamma bir-birini o'rganish bilan o'tadi. Tushunmovchiliklar bo'lishi tabiiy, bu oxirgi zamon voqeasi emas. Sizga mehr olib berishlarini kutmang. Baxtli bo'lishni xohlasangiz, qo'lingizni shimarib, o'zingiz baxt berishni boshlang.